Bitta muzika sabab Rossiyadan 30 yilga deport bo'lib ketishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Kechqurun bir akamiz menga telefon qilyapti. Aka, meni Rossiyadan 30 yilga deport qilib tashlashdi. Deport ochish imkoni bormi, deyapti. Nima sababdan deport qilib tashlashdi desam, O'zbekistonga ketib qaytayotganimda telefonimni tekshirib, Vorabuskoy muzika topib olishdi. Nima, sen o'tirib chiqqanmisan deb 30 yilga deport qilib yubordi, deyapti. Agar siz ham mana shunaqa holatga tushib qolishni xohlamasangiz, lutchi telefoningizdagi oshcha narsalarni o'chirib tashlang. Agar mabodo Moskvaga yangi kelgan bo'lib turib, qanaqa dokumentlar qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'yib, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga yordam berishim mumkin bo'lgan xizmatlarni tanishtirib o'taman. Mana shu joy bizning ofisimiz bo'ladi. Sizlarga Sinils gosuslуга, biometriya, Tinkoff karta, перевод pasport, трудовой договор уведомления va boshqa xizmatlarda yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Bu uslugalarni qolgan joylarda ham berishadi. Lekin qolgan joylardan biz afzalli tarafimiz shuki, biz yangi ochilganimiz sababli bizga murojaat qilgan har bitta klientimizga mana bunaqa naushniklarni tekinga qo'shib beramiz. Undan tashqari, siz mabodo bizga kelib sim karta sotib olmoqchi bo'lsangiz, kelasiz, xohlagan bitta nomeringizni tanlaysiz, biz sizga оформить qilib beramiz. Agar omadingiz kelgan bo'lsa, 5000 rublda o'zingiz bilan olib ketasiz. Ya'ni bu yerda 100 ta sim karta turibdi, shulardan 5 tasiga 5000 rublda priz qo'yilgan. 27-iyuldan boshlab ishni boshlaymiz. 1-avgustgacha barcha xizmatlarimizni tekin qilib qo'ydik, kelib foydalanib qolishingiz mumkin. Endi sizlardan menga yordam bo'ladigan narsa, videoda maksimal like bosib, repost bosib tarqatib qo'ysanglar, xursand bo'lardim.